Mana hurmatli kuzatuvchilar, men hozir ikkita shoir qaysi biringa qaysi mavzuni aytsam, o'sha mavzu haqida she'r aytasizlar. Xo'p bo'la. Ketdi. Muhsin, sen ota haqida. Otajon, ko'chalaringizdan borardim. Yuzlarimdan o'pardiz. Borardim, qidirardim. Ikkinchi dunyodan narigi dunyoda, ey otajon. Ketdi. Solxa qizim, sen ona haqida. Men ona haqini bilmayman. Bobo haqida bo'lmasa. Meni bu qanaqa? Sen ayt, ona haqida. Onajon desam kelardilar, peshonamdan o'pardilar. Bu jannat merosini mening jannat onam bilardilar. Onajon, jon ona, sizda yashayman, jon ona. Momo haqida. Momojonim desam kelardilar, yuzlarimdan o'pardilar. Uylariga borsam quruq qo'l, qaytmasdim momojon. Sizda yash ko'rardim bu vatanning, sizda yash ko'rardim bu meroslardan. Siz berardingiz narsalar, o berardingiz. Ishga borib ishlagan momom. Solxa qizim, endi sen qishloq haqida. Qishloq haqida. Qishloq degani. Ha. Qishlog'im desam vatanimdir. Men yashaganman u joyda. Qishlog'im vatanim, qishlog'im. Qishlog'im nima? Endi daryolar haqida. Ayt qizim. Daryolar haqida ketdi shoir. Daryo shamoldek oqardi. Tez yurardi. Suvlar oqardi biz uchun. To'xtang shoir. Tog'dan kelardi suvlar. Prezidentimiz haqida. Erardi. Prezident ta'minlardi, joylardi. Kelib ta'minlab berardi. Maktabning o'quv qurollari uchun o'sha prezident yaratardi. Bizga berardi sovg'alarni, bizga berardi o'quv qurollarini. Maktabning o'quv qurollari prezident tomonidan beriladi. Instagramchilar uchun ko'rib turgan tomoshabinlarga bitta she'r. Ko'rib turgan tomoshabinlar laklar bosardi. Laklarni bosing istoriyada. Shoirlar yozgan bu she'rni kommentariyada yozib qo'yardi. Bilib bilmas yozib qo'yishardi. Qizlar haqida. Singillarim kelishardi orqamdan. Akajon deyishardi. Meni qo'llarimdan o'pishib, chaliblar, ovqatlar qilishardi. Yuzlarimdan o'pishardi. Bu ota-ona merosini men avaylab asrardim. Xaytisha Muxtorova bilan Solxa Muxtorovaga atalgan she'r ikkala singlim uchun Ketdi. aytilgan. Malades. Sizga birorta she'r aytib bering.